oldin bitta like bosib qo'ying-da. Ha, hozir like bosib qo'ying. Chunki hozir beradigan ma'lumotimiz sizning bu dunyoyingizga va oxiratingizga manfaatli bo'ladi. Ko'plab ahli ilmlardan eshitgansiz sayohatni manfaatlari to'g'risida. Keling, shu savolni hozirgi 21-asrda rivojlanib borayotgan sun'iy intellektga beramiz. Hey ChatGPT, dinimizda sayohat qilish to'g'risida nima deyilgan? Islomda sayohat qilish ilm izlash, haj ziyoratini ado etish va yaratilgan mo'jizalar haqida tafakkur qilish kabi turli maqsadlar uchun tavsiya etiladi. Qur'onda Ankabut surasida 29-20 oyatda yer yuzini kesib, u qanday yaratishni boshlaganini ko'ring. Bu safar orqali o'rganish va tushunishni ta'kidlaydi. Safarga chiqmaslikka yana qanday bahonangiz bor? Agar siz ham biz bilan umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qo'ying va men sizga arzon mustaqil sayohatni sirlarini o'rgatib qo'yaman.